Menga hayot bag'ishla. Muallif Shamsunur. Malika barcha ishlarda faollik ko'rsata boshladi. Uni hayoti bir muncha izga tushdi hisob. Oy kunlari yaqinlashib qolganda, qaynotasi yana bir ish boshlash uchun bankdan kredit olishga u bilan birga bordi. Qizim, kichik biznesni ham rivojlantirishimiz kerak. Bu uchun kredit olishga ehtiyoj bor. O'zing bu borada bilimga egasan. Men sen bilan bankka boraman, ammo ichkariga kirmayman. O'zing gaplashib hal qilib chiqasan. Ota, bu qo'limdan kelarmikan? Keladi, senga ishonaman. O'ylaganimdan ham ko'ra kuchlisan. Bank binosiga qadam qo'yishar ekan, Jamol Mirzayev bilan hamma kelib ko'rishardi. Bu odamning obro'si balandligini shu yerdan ham bilsa bo'ladi. Jamol aka o'zi tengi bir do'stini uchratib, u bilan suhbatga berilish asnosida Malikaga boraver deb ishora qildi. Malika o'zi hal qilishi kerakligini tushunib turardi. Pillapoyadan yuqorilab, boshliqning xonasini topib eshik qoqdi. Homiladorlik yarashib, yuzlari to'lib yana ham chiroyli bo'lib ketgan Malikaga bir qiyo boqmay yonidan o'tib bo'lmasdi. Kim? Mumkinmi? Malika sekingina eshikdan qaradi. Keling, kelavering. Boshliqlik kursida Kamolning jonajon o'rtoqlaridan biri o'tirardi. Malika uni ziyofatda yaxshi eslab qolgan. Malika ko'rgani hamon Zohir joydan turib ketdi. Malika ichkariga kirib salom berdi. Qo'lidagi hujjatlarni Zohirga uzatdi. Zohir hujjatlarni birma-bir tekshirdi. Hammasi joyida ekan. Kredit berishga monelik qiluvchi narsa ham yo'q. Kelin, yana ham ochilib ketibsiz. Siz shunday go'zallik yolg'izlikda qolsa, ishdan chetlashmaylik iltimos. Malika so'z mazmuni qayerga tomon ketayotgani uchun to'xtatishga urindi. O'sha ziyofatdayoq yurakka cho'g' tashlab qo'ygansiz. Kamolga hasad ham qilganman. Siz rahmatli juda yosh ketdi. Shunday ofati jonni beva qoldirib. Bas qiling. Men sizga ko'chadagi kim yetaklasa ketuvchilardan emasman. Qizishmang. Zohir sekin gapirib bir qadam bosib, Malika o'tirgan stolning orqasiga keldi. Malika bundan noqulay ahvolga tushib besaramjon bo'ldi. Ishingizni ham bitiramiz. Menda bir taklif bor. Siz ham yosh narsa. Yo'q demassiz. Qolaversa tug'ishda ham qiynalmasdingiz. Bugun kechga ilojini qiling. Kvartiramda ko'rishaylik. Xursand qilardim. Malika qalqib ketdi. Bu bezbet Malikaga o'ynashlikni, harom ishni taklif qilyapti. Qanday o'rnidan turdi, qanday eshikdan chiqib pilla poyalardan tushdi bila olmadi. Pastda qaynotasi uni yig'lab chiqayotganini ko'rdi. Malika mashinalari tomon yurib borardi. Ortida esa Jamol Mirzayev shoshilib kelardi. Eshikni kelini yetib bormayoq masofadan turib ochdi. Malika mashinaga chiqib yana o'ksib yig'lay boshladi. Jamol aka kelinidan hech nima so'ramadi. U barchasini tushunib bo'lgandi. 2 kundan keyin bankdan kredit ajratildi, ammo direktor ismi boshqa edi. Jamol Mirzayev qanday qilgan Malikaga noma'lum. Bilgani o'sha kunni o'zidayoq Zohirni ishdan bo'shattirib yuborgan. Mahmudni do'stlari ko'paygandan ko'paydi. Uni o'ziga yaqin oluvchilar anchagina edi. O'g'lim, sendan xavotirdaman. Do'st tanlashda ehtiyot bo'l. Hammaga ham ishonib ketaverma. Oyi, ularning barchasi mening qadrdonlarim. Ehtiyot bo'l deyman-da bolam. Mahmud ikkinchi bora chempionlikni qo'lga kiritganida uyda katta bayram bo'lib ketdi. Iqboloy o'g'lini puli ko'payib, mukofotlar ola boshlagan bo'lsa ham pishiriq pishirishni tashlab qo'ymadi.
Ziyofatni ertasi kuniga ham maktabdan anchagina buyurtma olib qo'ygandi. Mehmonlar uchun dasturxonni tayyor qilib bo'lgach, ertangi buyurtmalarga ham unab qo'yardi. Mahmudni nomiga aytilmagan tilak qolmadi. Otasi kerilib o'tiribdi. Ota o'g'il bu deb. Qarindosh urug' qo'ni qo'shni barchasi Iqboloyga havasda. Uni boshidan o'tkazayotgan og'ir kunlarni guvohi bo'lganlar ayolning sabr bardoshiga tahsinlar o'qirdi. "Ovsin, sizga qoyil qoldim. Shu betayin eringizga chidab, bolalarni juda zo'r tarbiya qilgansiz. Mahmudjonni ham ko'rgan odam havas qiladi. Doim qo'li ko'ksida, salom aliksiz o'tmaydi. Ilohim martabasi bundan ulug' bo'lsin." Iqboloyni ko'ziga yosh keldi. Oxiri yo'q qiyinchiliklar bilan shu yergacha keldi. O'g'lidan umidi katta. Otasi ham insofga kirib qolsa, oila tinch totuv yashay boshlaydi. Ilohim aytganingiz kelsin. Majid akani ulfatlari ham tashrif buyurganda, barcha tarqasa ham ularni ketishi qiyin bo'ldi. Axiri bir ikkitasi uxlay boshlagach, Mahmud mashinasiga solib uyiga olib borib qo'ydi. Uyida balog'at ketay deb qolgan singlisi bor. Mast alaslarni uning uyida uxlab qolishi bu odob doirasiga to'g'ri kelmaydi. Otasi ham bukkuncha ichibdimi, boshini xon taxtaga qo'ygan u xurrakni boshlab yuborgan. Dadasini do'stlarini qo'yib uyga qaytgan Mahmud onasi va singlisi allaqachon idishlarni yuvishga kirishib ketganini ko'rdi. "Oyi, dam olsangizcha, ertaga bo'ladi qolgani. Ertaga buyurtmam bor. O'zi ozgina qoldi. Sen borib damingni olaver. Ukang ham uxlab qolgan. Xonangga joyingni solib qo'ydim." Mahmud xonasiga kirdi va suyuklisiga sim qoqdi. Aloqani narigi tomonidan Hamidani quvnoq ovozi eshitildi. Hamida bilan anchagacha gaplashib, hamda yo'l charchog'i sabab kechroq uyg'ongan Mahmud otasini erta tongdan yana ichkilikni boshlaganini guvohi bo'ldi. Otasi kecha ziyofatdan ortgan aroqni oldiga olgancha maydalab turardi. Soat 10 ga yaqin ulfatidan kimdir chaqirdi shekilli, yuvinib taranib chiqib ketdi. Mahmud ham bugun uchrashuv belgilaganiga mashinasiga o'tirgancha Hamida tomon yo'l oldi. Iqboloy maktabga somsa va paxlava tayyorlab olib boraman deb qo'ygandi. Kechki smenada o'qiydigan ustozlar ham aytishganiga peshindan keyin tog'orasini ko'targancha maktabga olib bordi. Savdosi ancha yaxshi bo'ldi. Darvozadan chiqay deganda ortidan musiqa ustozi Xolmat aka tez qadam tashlab yetib oldi. "Kelin, menga ham qolgan bo'lsa bera qoling, hammasini olardim." Tog'orasida 4 ta somsa va 2 dona paxlava qolgan Iqboloy salafanga solib Xolmat akaga uzatdi. Pulni olib uyga ravona bo'ldi. Ularning darvoza oldida turishini Majid aka ko'rib qolganda, noto'g'ri xayolga bordi. Alamidan ulfatlari bilan bo'kib ichdi, ammo jahli hech bosilmadi. Ko'zi qonga to'lganda, quyosh botar mahal uyiga bordi. Hammasi shu vaqtdan boshlandi. Xotinini buzuqlikda ayblab duch kelgan joyiga ura ketdi. O'rtaga tushgan Muxtor va Maqsuda ham kaltakdan benasib qolmadi. Maqsuda onasi o'zini o'nglay boshlagan on, otasi oshxonadan pichoq bilan chiqqanini ko'rib, jon holatda qo'shninikiga yugurdi. 30lardan oshgan Jobir Maqsudani ishtiboq Majid akani uyiga chopdi. Xotiniga tashlangan zahoda Majid akani qo'lini ushladi. "Aka, o'zingizni qo'lga oling, bu nima ahvol? Sen aralashma, bor uyingga ket. Men mana bu buzuqini o'ldiraman." Majid aka gavdali odam edi. Ayni paytda kayfi ham uchgan, jahli chiqib kuchiga kuch qo'shilgandi. Iqboloyga yana tashlandi. Jobir yana o'rtaga tushdi. Olishuv boshlanib ketdi. Mahmud ko'chadan kelib u ham otasiga qarshilik qilardi. Iqboloyga pichoqni sanchmoqchi bo'lganida Jobir yana o'rtaga tushdi. Oqibatda Jobirni bo'ynini oldi chuqur kesilib qon to'xtamasdi. Mahmud otasiga qo'l ko'tara olmasdi. O'zini bilmayotgan Majid aka Iqboloyni qo'lini biroz silib yubordi. Pichoqni uning qo'lidan olisha olmadi.
Onasini yana pichoqlashga tashlangan otasini to'xtatolmagan Mahmud ayvonda osilib turgan ov miltig'ini oldi. Keyin qanday otasini otib qo'yganini bilolmay qoldi. "Sen nimalar qilib qo'yding? O'z otangni otib qo'yding-ku." Iqboloyni yig'i aralash zaifgina ovozi chiqdi. Mahmud qo'li qaltirab miltiqni tushirib yubordi. Jon holatda baqirayotgan otasi tomon otildi. Barcha oila a'zolari Majid akani boshida to'planishdi. O'q chap oyoqni tizzadan past qismiga tekkan edi. Bo'ynidan tinimsiz qon oqayotgan Jobir tez yordamga qo'ng'iroq qildi. Majid aka kuchli og'riqdan hushini yo'qotdi. Tez yordam kelguncha Jobir ham u yerni tark etdi. Ahvoli havas qilgulik emas. Tezroq uyga borib jarohatni bog'lashni xohlardi. Tez yordam yetib kelib Majid akani kasalxonaga olib ketishdi. Uyda faqat yuraklari zada bo'lgan Maqsuda va Muxtorgina qolishdi. Mahmudni hamon qo'li qaltirar, otasiga hech nima bo'lmasligini Allohdan so'rardi. Shifokorlar xizmatchilik yuzasidan militsiyaga xabar berishdi. Iqboloy opa bo'lgan voqealarni hazm qila olmay bir ahvolda edi. Nima deb ko'rsatma berishni bilmasdi. Yarim tunligigami ichki ishlar xodimlari tezlikda yetib kelishmadi. Operatsiya uzoq davom etmadi, ammo o'q yaqinroqdan otilgani, suyakni titib yuborgani sabab o'q tekkan oyoqni tizzadan pastki qismini kesib tashlashga to'g'ri keldi. Mavlonovga kim kelgan? Men ayollariman. Ahvoli qanday? Ahvoli yaxshi, ammo oyoqni kesishga majbur bo'ldik. Bemorni asrab qolishning yagona yo'li shu. Iqboloy opa devorga suyanib qoldi. Shu ishlar ham bormidi boshida? Endi baxtli kunlar keladi deganda, bu nimasi? O'g'li qamalib ketadimi? Orzulari osmon o'g'li, chempion o'g'li, suyangan tog'i panjara ortiga kiradimi? 2 soat o'tib narkoz ta'siri tarqagach, erini ko'rishga ruxsat berildi. Iqboloy opa sekingina eri yotgan xonaga kirarkan, ko'zidan yoshlari tinmasdi. Majid aka shiftga termulgancha jim yotardi. Dadasi ortiq so'z aytishga ayolning bardoshi yetmadi. "Kel Iqboloy, militsiya keldimi?" Iqboloy opa yurak hovuchlab turardi. Endi bu yog'i nima bo'larkin deb. "Ularga ayt, erim maslikda oyog'ini otib qo'ydi deb. Mahmudga ham tayinla. Yosh boshiga qamoq tushishini xohlamayman. U mening chempionim. Shu gapda turib olishimiz kerak. Meni tushunding-a?" Iqboloy opa hayratlanib eriga qaradi. "Hammasiga o'zim aybdorman. Mahmud majbur bo'lgan." Qolgani xuddi Majid aka xohlagandek bo'ldi. Ichki ishlar xodimlari Majid akadan ko'rsatma olib, ishni yopib yubordi. Jinoyat alomatlari topilmadi deya. Bir hafta nazoratda bo'lgan Majid aka uyiga qaytdi. Mahmud aybdorligi uchun bir bor bo'lsa-da otasini oldiga kira olmadi. Malika o'zidagi og'riqlardan bezovta bo'lib yurdi-yu, vahima qilyapman deya shifokorga bormadi. Ammo o'sha kuni hushidan ketib qoldi. Kelini yerda behush yotganini ko'rgan Rahimaxonning yuragi yoriliyozdi. Telefonidan darrov qo'ng'iroq qilib erini chaqirdi. Tez yordam bo'limidagilar Malikani tug'ruqxonaga yuborishdi. Malika o'sha kuni unga hayot bag'ishlab kelgan gumonasini qo'liga oldi. Juda ham chiroyli, soppa sog'lom o'g'il dunyoga kelgandi. Malikani o'g'liga Yodgorbek deb ism qo'yishdi. Malika bu vaqtga kelib, qaynotasini o'ng qo'liga aylanib ulgurgan, tadbirkorlik borasida ancha-muncha bilimga ega ayol bo'lib ulgurgandi. U yetimxonalarga ham homiylik qila boshladi. Yordamga muhtojlarga moddiy tomonlama yordam qo'lini cho'zardi. Qaynonasi ham u bilan tortishmay qo'ygan, Malikani bunga vaqti ham yo'q edi. Shuncha ishlar bilan birgalikda oliygohga ham tayyorgarlik ko'rardi. Barcha abituriyentlar qatori u ham hujjatlarini topshirdi. Qaynotasi qo'llab-quvvatlab turdi.
Boyvachcha qizlarni atrofidan mehribon ota-onasi ham qadamini uzmasdi. Hattoki Yodgorbekka qarashga ham kelardi onasi. Malikani bir vaqtlar keraksiz buyumdek haqorat qilgan insonlar endi uni boshlariga ko'tarishardi. Malika allaqachon kimni kim ekanini bilib bo'lgandi. 5 yillik bergan non tuzi haqqi, birov ranjida olmaslik fe'li haqqi, u boshiga ne kunlarni solgan ota-onasini ko'ksidan itara olmasdi. Malikadan bir nimani ta'ma umidida bo'lishganini sezmay qolmasdi har holda. Qizim, shu desang, akangning ishi biroz orqaga ketib turibdi. Bo'ldi oyi, tushundim. Karta raqamlarga pul o'tkazib beraman. Rahmat bolam, umringdan baraka top. Malika necha yil oldin shu so'zga intizor edi. Bir bora eshitish uchun jonini berardi. Lekin endi bunday soxta mehribonlarni unga keragi yo'q. Alloh uni chin inson bo'lmish qaynotasi bilan siyladi. Malika faqat Jamol Mirzayevdangina soxtalikni ko'rmadi. Qaynotasini shu sabab ham ota deb chaqirardi. Malikaning hayotini iziga solgan bu odamni u allaqachon o'z otasi sifatida qabul qilib bo'lgandi. Onasini bu soxtakorligi uni qiziqtirmasdi. Hattoki ota uyiga agar shunday deyilsa bormay ham qo'ydi. Aza kun aytilgan so'zlar hamon uni yuragini qora qilib kelardi. Ko'pchilikning oldida keraksiz buyumdek haqoratlanishini u hali beri unuta olmasa kerak. Imtihon javoblari chiqdi. Barcha kutgan, hayajonlangan 15 avgust edi. Malika javoblar ro'yxatidan o'zini topa olmadi. 3 bora qarab chiqdi hamki yo'q. Ertalabki hayajonli kayfiyatidan asar ham qolmadi. Juda tushkun kayfiyatda edi. Qizim, nima bo'ldi? Uyga zo'rg'a qadam bosib kelayotgan kelinini ko'rib, Jamol aka barini tushungandi. O'xshamadi. Kelasi yil harakat qilarsan yoki super kontrakt qilishga urinib ko'raman. Yo'q ota, kerakmas. Unda o'zingni qo'lga ol. Mana bu hujjatlarda muammo chiqqan. Hisobotlarni tekshirish kerak. Jamol Mirzayev yonidagi bir uyum hujjatlarni keliniga uzatdi. Malika hujjatlarni olib sekinlik bilan xonasiga ko'tarildi. Qaynonasi Yodgorbekni uxlatayotgan ekan. Bolani keliniga topshirib xonadan chiqdi. Malika o'g'lini bag'riga bosib, barcha g'amlarni unutdi. Kiyimini almashtirib hujjatlarini tekshirishga sho'ng'idi. Shu darajada berilib ketdiki, xizmatchi xonaga ovqat kiritib berdi. Malika o'zini chalg'itish maqsadida ertalabgacha hujjat tekshirib chiqdi. Bu unga zavq bag'ishlardi. Shu kundan boshlab marketing, savdo-sotiq bo'yicha bilimlarini egallay bordi. Katta xayriya ishlarni boshladi. Bularni barchasiga qaynotasini qo'llashi sabab erishdi. Mahmud endi vaqtini ko'proq mashg'ulot zallarida o'tkazardi. Uyga borishni istamas, o'sha mudhish kunni unuta olmasdi. O'sha kun ham Hamidaga qo'ng'iroq qilib bu haqida aytdi. Mahmud, to'g'ri qilgansan. Agar sen otmaganingda oying hozir tirik bo'lmasmidi? Hamida, men otmasdan ham dadamni to'xtatishim mumkin edi. Unda kuch ishlatishga majbur bo'lardim. Shunchaki qo'rqitish uchun o'qni dadamdan 1 metr uzoqqa to'g'rilab otdim. Ammo dadam onamni sochidan tortib ortga qadam tashladi. Men ulgura olmay qoldim. Hech ham dadamdan qasdim bo'lmagan. Men senga ishonaman. Doim yoningda bo'laman. Kelajakda shunday chiroyli oila quraylikki, bizni farzandlarimiz bizni ko'rib afsus chekmasin, azoblanmasin. Ilohim aytganing kelsin. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Albatta, har bir tundan keyin tong yotadi. Ikkovining ham oliygohga topshirish vaqti yetib keldi. Mahmudning chempionligi uning foydasiga ishlagan bo'lsa, Hamida kontrakt asosida o'qishga qabul qilingandi. Malikaning talaba bo'la olmagani ikkovini ham dilini xira qilgan bo'lsa-da, uning tadbirkorlik borasida ishlari o'ngidan kelayotgani ularni quvontirardi. Uchovi yig'ilishib talaba bo'lganliklarini yuvishdi. Malika, safimizda emasligingdan xafaman. Ammo sen eplayotgan ishlar hammaga ham emas. Mahmud, o'qishda o'qiysanmi o'zi? Yoki
Yurtma yurt kezasanmi? Ikkovi ham. Ikkovini ham tashlab qo'yib bo'lmaydi. To'g'ri aytasan. Malika, men ham do'kon ochmoqchiman. Yordam berasanmi? Albatta. Sen nima sotasan? Qayerdan joy olasan aniqlab ol. Shunga ko'ra mahsulotlarni qayerdan olishni va narxlarni o'rganib chiqamiz. Ularning eng baxtiyor betashvish kunlari edi bu. Mahmudning otasi uyiga qaytgandan keyin butkul hayotlari izdan chiqdi. Hassada yurishni o'rgangan kuniyoq Iqboloyni hassa bilan urdi. Sabr kosa to'lib borardi. Uyda tinchlik yo'q. Har kuni urush janjal. Qildan qiyiq axtarish. Iqboloy opa ham endi holdan toyib qolgandi. Uning urush janjallar tinka madorini quritdi. Asablari taranglashib behol bo'lib yiqildi. Bu voqea sabr kosasining to'lishiga so'nggi tomchi bo'ldi. Oyi, iltimos, ketaylik shu uydan. Maqsuda onasini peshonasiga namlatda bosar ekan, hiqillab yig'lardi. Otangni bu ahvolida tashlab qayerga boramiz? Oyi, bu urushni oxiri yo'q. Dadam o'zini bemalol eplaydi. Qo'ltiqtayoqda ham sizni ursa, Aroqqa ham bemalol borib keladi. Muxtor ham akamni oldidan kelolmay qoldi. Men sizni himoya qila olmayman. Jon, oyi, ketaylik. Maqsuda akasiga ham qo'ng'iroq qilib shu gaplarni aytib yig'ladi. Iqboloy opa ketishni o'ylamagan bo'lsa ham, keyingi kaltaklanishda eri uni ko'chaga haydadi. Shu haydalish xotinning ajrashishiga olib keldi. Ajrimni Majid akani o'zi xohladi. Menga oilaviy hayot kerak emas. Uyimni bo'shatib qo'yishsan. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Tag'in ahvolingiz. Men o'zimni eplayman. Gap bitta. Xotinimni talog'ini berdim. Boshi ochiq. Iqboloy opani yuragida lipillab turgan uchqun ham shu so'zdan so'ng o'chdi. Mahmud oila a'zolarini olib shaharga ketdi. U yerda tanishlari yordamida ijaraga uy topib hayotini yangitdan boshladi.